Doktorimiz tabiiy kapsulalardan qanaqa ichirasiz o'g'limizga? Bu pankreatit ichadi, Pankreatit. nerarit, nefrorit, sog'lom ichak. Hozir sal yo'talyapti, bronxarit ham berishdi. Hozir ingalyatsiya qildik, shu bilan yo'tallari qolib ketdi. Hozir shu tabiiy dorilarni ichyapmiz. Sog'lom ichakdan keyin o'zi chiqolmasdi, klizma qilib chiqarardik 2-3 kundan. Hozir shuni ichib kunda chiqadi sog'lom ichak. Bu doktorimiz mana 3 marotaba kelgan bo'lsangiz, mana shu bemorlarga yordam qilganlarini ko'rdingizmi? Ha, yordam qiladi. Bizga endi yilda bir marta bepul 10 kun davolanish bor ekan. Keyin kelganimizda shunaqa qilib 10 kun bepul davolab beraman deb aytdi. Mana biz kuzatuvchilarimiz bu onaxonimizni gapini tushunib, xulosalab berasizlar degan umiddamiz. Mana doktorimiz qo'ldan kelganicha bemorlarimizga bepul ko'p mana